Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatli muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men bugungi program riyosatchisi Erkin. Amerika Davlat Majlisida chaqirilgan guvohlik berish yig'inida tutqundagi ziyoli Ilhom To'xtining qizi Xitoy hukumatining Uyg'ur masalasiga kelganda gaspo olganligini bildirdi va dadisiga erkinlik talab qildi. 8 aprel Amerika Davlat Majlisida Xitoyning kishilik huquq faoliyatchilarini bostirishi, shaxsiy bank hisobi va ko'z qarashlar nomli guvohlik berish yig'ini chaqirilgan edi. Bu yig'inda tunji bo'lib so'zga chiqqan Ilhom To'xtining qizi Javar dadisining Xitoyning qonun va siyosiy sistemasi ichida Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'yganligini, ammo Xitoy hukumatining uning talablariga uni qo'lga olish orqali javob berganligini bildirdi. U mundaq dedi: Dadamning qo'lga olinishi va uning qattiq jazoga tortiladigan jinoyatlar bilan ayblanishi ko'plagan Uyg'urlarni Xitoy hokimiyati ostida butunlay qonunliq bo'lgan dardimiz oz bo'lsa-mu diqqatga arziydi deb o'ylashmi mumkin emas degan to'nishga keltirdi. Yig'inda yana kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson, Jorj Washington universiteti qonun professori Donald Clark qatorliqlarga guvohlik berdi. Pakistan Oliy sud mahkamasi Rawalpindidagi Umar Uyg'ur vaqfi mas'ullarini sayohat qori tizimligidan o'chirib o'tish haqida hukm chiqargandan keyin Umar Uyg'ur vaqfi bayonot e'lon qilib, Pakistan Oliy sud mahkamasiga minnatdorlik bildirdi. Bayonotda asosligi mazkur sudning Xitoy elchixonasi va Pakistan Ichki ishlar ministrligining besimini qayirib qo'yib, mustaqil qaror chiqarganligiga minnatdorlik bildirgan. Pakistan Ichki ishlar ministrligi Pokistondagi Xitoy elchixonasining talabi bo'yicha 2011 yildan buyon Umar Uyg'ur vaqfi mas'ullarining chet elga chiqishini cheklagan. Vaqf xodimlari shuningdan buyon Ichki ishlar ministrligi ustidan arz sungan edi. Uyg'ur avtonom rayonining raisi Nurbekri dushanba kuni maqola e'lon qilib, Uyg'ur elidagi atalmish diniy radikallikni zarlik o'smaga o'xshatgan va uni uzil-kesil qo'mirib tashlaydiganligini ta'kidlagan. Biroq analizchilar uning masalani texmo murakkablashtirib, to'qinishni kuchaytiradiganligini ogohlantirdi. Nurbekri Xinjiang gazetida e'lon qilgan maqolasida diniy radikallik Uyg'ur avtonom rayonining muqimligiga tahdid solayotgan asosli omil ekanligini ta'kidlab, uni uzil-kesil bostiradiganligini bildirgan. Analizchilarning bildirishicha, Nurbekri olg'a surgan fikr Xitoy doiralarining milliy siyosatdagi xatolikni to'nishning o'rniga masalani Uyg'urlarning diniy e'tiqodiga dungab qo'yishi xatarlik ekan. Barın inqilobi demek şərəf demektir. Mana bu Barın inqilobining 24 yillik munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilgan Turkiyadagi diniy zot Abdul Aziz Efendining bayonlari. 1990 yil 5 aprel Aqto'u nahisinin Barın yezisida Xitoy hokimiyatiga qarshi qurolliq qo'zg'olon ko'tarilgan edi. Bu kun dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida har xil shaklda xotirlanib keldi. Turkiyadagi diniy zot Abdul Aziz Efendi bu munosabat bilan o'z ta'sirotini bayon qilib, Barın inqilobining Sharq Turkiston xalqining zulmga qarshi bosh egmas ro'yini qayta namoyon qilganligini bildirdi. Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, Barın inqilobi Uyg'urlarning yaqinqi 30 yillik siyosiy tarixida davr bo'lgich ahamiyatga ega ekan. Egallishimizcha, Shoyar noyisidagi Uyg'ur ayollari yog'liqning ichiga posma kiyganligi uchun jarimani to'lashga yoki 15 kun soloq tetishga majburlanmoqda ekan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Shoyar noyisining Mazar G'ojam yezisidagi bir Uyg'ur ayolning bildirishicha, hozir soqchilar Shoyar noyisining bozor ishchi va har qaysi yezilarda yo'l to'sab, fuqarolarni tekshirmoqda ekan. U mundaq dedi: Yog'liqning oldidan chekkan yoki beshiga posma kiygan ayollarni tutib olsa, jarimani qo'yib, pul undirib olmoqchi qo'yib bermaydi. Yig'lab qoqshab 400 so'm jarimani to'lasak, shuningga rozi emas. Olgan jarimani puli uchun ta'limmi bermaydi. Uning aytishicha, buning bilan noyat tavasidagi kishilar ko'chalarga xotirjam chiqolmaydigan va ansizlik ichida kun o'tkazadigan bo'lib qolgan. Facebookda tutqundagi ona til tashabbuschisi Abduvali Ayubga erkinlik talab qilib faoliyat boshlangan. Navbatda Abduvali Ayub uchun maxsus turg'izilgan Facebook tor betiga agashuvchilar 200 ga yaqinlashgan. Abduvali Ayub Amerikadagi o'qishini tamomlab yurtiga qaytgandan keyin Uyg'ur milliy ma'rifini qo'llash va ona tilini qadrlashni tashabbus qilgan va ona til yaslisi ham ona til shirkati qurgan. Abduvali Ayub o'tgan yil 20 avgust tutqun qilingan. Doiralar uning tutqun qilinishidagi sabablarni oshkorlamagan. Hatto uni oilasidagilar bilan ko'rishtirmagan. Abduvali Ayub tutqun qilinib 7 oy o'tganda Amerika Oqsaroy tor betida Abduvali Ayubga erkinlik talab qilib imzo to'plash faoliyati boshlangan edi. Növbətdə bu arz chaqiriqiga ovoz berguvchilar 830 nafarga yetgan.
Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdül xəbərlər proqramısını kördüңlər. Kelər həftə görüşküçə aman bolunglar.